Mumu, buni qara. Sen bu ko'ylakda juda chiroyli ko'rinyapsan. Xonangni tayyorlab qo'ydik. U 4-qavatda. Men bu yerda qolmayman. Men o'z uyimda yashashni xohlayman. Va u meni otam emas. U sizni yangi eringiz. Mumu, bunchalik qaysarlik qilishni bas qil. Nima o'ylayotganingni bilmaydi deb o'ylama. Ko'chib o'tishni xohlamayapsan. Chunki Jin Chao va otang sen uchun qaytib keladi deb o'ylayapsan. Yosh bola emassan-ku. Qanday qilib bunchalik sodda bo'lish mumkin? U menga va'da bergan. Meni ko'rgani albatta kelishini aytgan. U? Kim u? Jin Chaomi? Mumu, Jin Chao haqida senga aytishni unutgan ekanman. Shuncha yillar davomida u senga xabar yozmagani sababi u yerda uning tayinli ishi yo'qligida. U sening akang emas, sen ham uning singlisi emassan. Otangning endi oilasi bor, sizlar endi oila emassizlar. Shuning uchun o'zingni yig'ishtirib ol. Aks holda bu senga yaxshilik olib kelmaydi. Rahmat. Men Nanaman. Men Jiangmu. Salom. U yerga sayr qilishga ketyapsizmi? Aslida bir insonni qidiryapman. U ancha yildan beri Manchida yashaydi. Uzoq ayriliqdan so'ng diydormi? U qanaqa odam o'zi? Xo'sh, umi? Baholari a'lo edi. Uyning devorlari esa uning faxriy yorliqlari bilan to'lgan edi. Uning bilimi o'ziga ko'rk bag'ishlardi. Ajoyib xarakterga ega va juda muloyim edi. Menga hech qachon jahl qilmasdi. Barmoqlari chiroyli, uzun, oppoqqina, bo'g'imlari yaqqol ko'zga tashlanar edi. Bilasizmi, uning husni xati juda ham chiroyli edi. O'zi u qanaqa ko'rinishda? Kelishgan yigitmi? Bu senga. Qaytib kelganimda yozuving qanday o'zgarganini ko'raman. Eshitdingmi? Aslini olganda uni ancha vaqtdan beri ko'rmadim.